Assalomu alaykum, hurmatli podpishchiklarim. Bugun sizlar bilan yana Lazi psixolog sizlarga bugun yana foydali maslahatlarimni berib o'taman. Lazi shu yerdamisan? Keling dadasi. Bugungi mavzumiz qizlarning nozu joyi bo'lgan sevgi haqida. Voy, billa. Yana bitta ajrashib ketar ekanda. Nimadir dedingizmi dadasi? Hayyo xotin. Bas. Shunchasi ajrashdi. Yana bir ikkitasi ajrasa hech narsa qilmaydi. Qizlarjonlar, bo'ydoq erkaklarni hech qachon sevmanglar. U dovdir sizlargacha uylanmadimi? Sizlarga ham aniq uylanmaydi. Ha, biz ham bir vaqtlar dovdir edik, lekin nimagadir uylandik. Ha? To'g'ri. Dom. Beva erkaklarni ham sevmang. U oldingi xotinini go'rga tiqdimi? Demak, sizlarni ham tiqadi. Men qara, shu maslahatlaringdan kimdir baxtli bo'lganmi? Qizlar, ajrashgan erkaklarni ham sevmanglar. Oldingi xotini bilan ajrashdimi, sizlar bilan ham aniq ajrashadi. Men qara, senga nimadir g'alati tuyulmayaptimi? Sen motivatsiya berganing sari ajrashishlar soni ko'payib ketyapti. Balkim lag'moncha o'ziga ko'tarsa. Dadasi, meni biznesimga aralashmang. Hozir hammasini chayib tashlaysiz. Xotini bor erkaklarni seving. Chunki ular xotinini sevadimi? Demak, sizni ham sevadi. Yo'q, he. Если что, men ham xotinimni sevaman, ha? Ha, azizlar. Dadasi, meni primoyim rasvo qildingiz. O'zing nechta oylar rasvo qilib tashlading, bitta primoy gapirasan? Men qarada, sen bir uzoqlarga ket, bu cho'l polgami? Ha? Hayotni noldan boshlash kerak. Qatu sotib o'zing tiklab olasan. Balki qo'y ham boqarman. Ota-bobolarimiz aytishi bo'yicha, eri topganida xotini ham haqqi bor ekan. Ota-bobolarimiz aytishi bo'yicha, pul qo'lni kir ekan. Qachon meni ham qo'lim bir kir, iflos, bir rasvo bo'larkina. Pul odam buzadi. Siz buzilmagansiz-ku. Men odam emasman-ku. Lazi psixolog. Azizam, tur choyga qara. Я подарю вам ландыши от души.